Turaveringlar. Sağ olun. Assalomu alaykum, hurmatli kursdoshlar. Mana bugun biz institutni bitirganimizga 43 yil bo'lgani munosabati bilan mana shu dargohga yig'ilgan akamiz, men fursatdan foydalanib hammalariga uzoq umr, sihat, salomatlik va salobat tilayman. Aytib o'tish kerakki, shu biz bilan ko'ngillar o'talaydigan yigit topgandilar, ajoyib inson edilar. Birinchi kursdan 6-chi kursga topgandilar. Mana shu yerdan Namanganda borib 2-3 marta borib meni ko'rib kelgandilar. Aviga borib kelganimda tabriklar kelgandilar. Keyingi paytlarda yo'qolib qoldilar. Ular nima dedilarki, endi bugun shu xonadonni didorini ko'raylik, bir oilasi bilan tanishaylik deb muqaddam niyatda kelsam, xonajon olamizdan ketib qolgan ekanlar. Qarg'abibordan so'raymizki, Qarg'abiborni va'dasi bor. Jamoat bilan o'tirganlaringda nondan so'ranglar, qo'llaringni ochib. Men sizlarni qo'llaringni quruq qaytarishga hijolat qilaman dedi. Xonajon ajoyib inson edilar. Mehnatlarini, rohatini Qarg'abibordan so'raymiz. Oxiratda ko'rsatgan bo'lsin. Bu dunyo o'tkinchi dunyo ekan. Ilohi Parvardigor oxirat qilmalarini obod qilib, ham rahmati ham jannati bo'lgan bo'lsalar, oilalariga sabr-hunarlar, ayub payg'ambarning sabridan so'raymiz. Hammalaringni tanajonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Mana san'atkorlar bizga xizmat qilyaptilar. San'atkorlar doim Xudodan so'raydiganlarki, to'y bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Shu to'ylarda xizmatini qilaylik deydilar. Tanajonlaring sog' bo'lib, umrlaring uzoq bo'lib, nima niyatlaring bo'lsa, Qarg'abior niyatlaringga yetkazib, farzandlaringga Qarg'abior ikki dunyoning ilmidan bahramand bo'ladigan solih farzandlar bo'lsin. Bizga o'xshab san'atga kirganda ham shu Namangandan Surxondaryogacha kelishni Parvardigor munosib sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va shu tadbirni organizatsiya qilib yurgan do'stlarimni tanajonlaring sog' bo'lsin. Doim yaxshi kunlarda bir-birimizni ko'rishni Parvardigor munosib qilgan bo'lsin. Mana shu yerda guruhdoshimiz Rahimjon bilan Sanazarda Hamidaxonlar turdilar. Chiqib shu o'rtaga tushib, bir Komiljonni eslab, bir o'rtaga tushib, raqs tushib bersalar deb iltimos qilaman. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Hojiga rahmat sizga. Endi qaraysizlar, men sizdan oldingizda ojizman, gapirishga va bu Choraka ustoz, bu hammasi pediatrlarmi? Ha. Pedagog hammasi. Men oyog'im og'riyapti, nima qilish kerak? Yo'q, mutaxassis. Sog' bo'linglar, hazillashamiz. Ranopaya ana endi startsi deyapti-yu. Toshkent shahrida mutaxassis olasizlar. Lekin aynaga oxirida bitta savolim bor. Shu savolni sizlar bilan birgalikda ustozlar yechimini topsak, menimcha zo'r bo'lardi. Aya, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kursdoshlarim, qizlarjon, hurmatli yigitlarimiz. Hammanglarni yilgi 43 yillik yig'ilishimizga munosabati bilan o'tirganimizga muborakbod etaman. Bu uchrashuvni mana nega ketamiz, shu bilan kun sanab kelasi yilgi bo'ladigan uchrashuvni kutamiz. Har yili boshqalarni bilmadim-u, men orzu qilib kutaman. Iloyim hammanglarni taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Allohdan har doim namozlarimizda so'ranglar umrimizni. Alloh berar ekan umringizni cho'zib. O'shanga hammanglarga uzoq umr tilayman. Oilanglar tinch bo'lsin. Qo'li chaqalarni hammasini rohatlarda ko'rib yuringlar. Hamma kursdoshlarimni sog'inaman. Yigitlarni ham sog'inaman, qizlarni ham sog'inaman. Iloyim bunaqa uchrashuvlarni yana necha yillar butun O'zbekiston bo'ylab hamma joylarda yig'ilishlar o'tkazib, o'sha yig'ilishlarda qatnashishni hammamizga nasib qilsin. Iloyim. Endi yana nima deydi? Mana
yig'ishdi. Buning uchun Allohga behisob shukrlar qilamiz. Endi hamma hozir kutib o'tiribdi, yangiga qattiq bo'lar ekan. Ya'ni yig'ilishimiz Xudo xolasa Qashqadaryo viloyatida bo'ladi. Qashqadaryoda bitta bizani shunaqa mard o'g'lonimiz bor, Qosimboy degan. Qosimboy bu yoqqa keling. Ya'ni kelgan mamnuniyat bilan uchrashuv gapni Qashqadaryoga topshiramiz. Qashqadaryoda mana eng Qashqadaryoning mard yigiti kursdoshimiz billa taftalada urishib, yarashib, to'polonlar qilib yurgan yigitimiz. Qosimboy sizga so'z beraman. Qabul qilib olasiz uchrashuv. Estafetani qabul qilamiz nasib bo'lsa. Assalomu alaykum aziz kursdoshlar. Men ko'p gapirmayman. Mana yuqorida juda chiroyli gaplar bo'ldi. Bu mana rahmat mana shoir akamizga diydor g'animatlikni sezdirib, bir-birimizni sog'inib yashashimizni ana Abdurahim aka aytdi. Hammamiz bir-birimizni sog'inib yashaymiz. O'sha bir vaqtlar 250 ta yig'laydik. Hozir qarang kamayib qolyapmiz yo'ldan yo'lga. Buni bizning ishimiz emas, Allohning ishi. Hammaga qatnashish nasib bo'lsin. Nasib bo'lsa bu yil Qashqadaryoga Qarshi shahriga kelasiz. Hammalaringizga omad, sog' bo'linglar, bola chaqa bilan. Mana bitta oltiligim bor aytmayman. Bitta she'rim bor aytmayman. Bitta she'rim bor aytmasam bo'lmaydi. Siz mening faxrimsiz, aziz hamkasbim. Sizga tutashgandir jon rishtalarim. Ne og'ir dardlarni etdingiz taslim. Mening oq libosli shifokorlarim. Bilaman, tibbiyot g'oyat murakkab, g'oyat qiyin yemoq halol nonini. Bilim va matonat etilar talab, saqlab qolmoq uchun bemor jonini. Bugun bitta sirni oshkor aylayin, kelib qoldi zero gapning xonasi. Siz bajargan ishni otasi tugul, ba'zan eplay olmas tuqqan onasi. Mudom o'lim bilan olishib, siz tunni tonlarga ulab chiqasiz. Siz shamsiz, yoritib xuddan qalbni o'zingiz bo'lasiz ba'zan adolat. Sizday fidoyilar bor ekan yurtda, bo'lg'usi kelajak ibn Sino. Rahmat. Ya'ni Xudo xolasa Qashqadaryoda kunini belgilab gruppada e'lon berib yuboramiz. Xudo xolasa 30-yili Xudo xolasa hammamizga Alloh umr bersin. Toshkentda yig'ilamiz. Toshkentda o'zim sizlarni kutib olaman. Xudo xolasa chiroyli qilib Alloh faqat umr bersin hammamizga. Mana ba'zilar shu yaqin joyda uchrashuv tashkil qilingan bo'lsa ham o'rtoqlar, yigitlar, qizlar ba'zilar erinadi va ba'zilar yoki tortinchoqlik qiladi va mana kelmaymiz deb endi oramizda qaranglar, hozir biz 800 ta odam bitirgan bo'lsak, endi o'shalardan 200 ta hisob, 210 ta hisoblaganida Toshkentda bo'lgan yig'ilishimizda hozir ham o'shadan yana qancha odamlar orasidan kursdoshlarimiz o'tib ketishdi. Bundan buyog'iga aktivroq bo'linglar, qatnashinglar, mehr qo'lda degan. Mana odam masalan yemasa ham, ichmasa ham, odam bir-birini diydoridan qo'yib, hammamiz xursand bo'lib, uy-uylarimizga tarqalamiz. Ya'ni yaqinlarni Qashqadaryoda kutib qolamiz. Endi o'sha aya savol qolib ketdi-yu. Men hammaga aytmoqchiman, men yoshim kichkina-yu, lekin
eng yaqin do'st kim bo'ladi degan savol ko'p televideniyada yangraydi, boshqa bo'ladi. Eng yaqin do'st kim o'zi? Eng yaqin do'st kim bo'ladi degan savolga hamma o'zini fikrini bildirish, to'g'rimi? Endi men ayol sifatida aytaman, eng yaqin do'st birinchidan har bitta yigit, har bitta qiz voyaga yetgandan keyin turmushga chiqadi, uylanadi. Eng yaqin oiladagi do'st bu ayoli yoki bo'lmasam o'sha ayolni erkagi. Mani fikrim endi. Undan keyin mana biz Toshkentda sinfdoshlar bir yil maktabni bitirganimga 53 yil bo'ldi. 53 yil bo'ldi, lekin biz hozirgacha sinfdoshlar bir yilda 2-3-4 martagacha yig'ilamiz. Bitta oilani bolasi ekanmiz. Eng yaqin do'stlarim sinfdoshlar bo'laman. Undan keyingi navbatda institutni bitirgan mana shu kursdoshlarim ko'rib ko'rgan hammasi meni yaqin do'stlarim. Men ular bilan maza qilaman. Sinfdoshlarim bilan ham maza qilaman. Yana men kollejda o'qiganman, o'tdagi kursdoshlarim bilan ham maza qilaman. Hammasi yaqin do'stlarim. Undan keyin endi oilada deganimda xo'jayin bilan birga o'zingizni bolalaringiz ham sizni eng yaqin do'stlaringiz. Endi yana boshqa do'stlar bordir. Mana lekin do'stlarim ko'p hayotda, sanoqsiz. Men faxrlanaman shunaqa qizlar bilan bitirganimga, chunki mana biz bitirganimizga hozir institutda 43 yil to'ldi. 43 yil to'ldi. Lekin hozir mana 5 yil, 10 yil bo'lgan o'zimni qarindoshligimdan, tanish qilishlardan so'rasam, biz yig'ilmaymiz anaqa deydi. Biz vaqti biz birimizdan esimizdan ham chiqib ketdik deydi. Lekin biz 43 yil mana shu kelmaganlarni uyga borgandan keyin bitta spesdan qarab chiqib, nega kelmading deb so'rov javob qilaman hali. Mana Surxondaryoga qatnashaman deb yurgan Valijon degan kursdoshimiz taqdir bo'ldi olamdan o'tganlariga. Alloh rahmatli jannatga qilgan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin Valijonni. Shunaqa kursdoshlarimizdan yana ko'p eshitganlarimiz o'shanga tasavvurli bormi? Har yil yig'ilishda qatnashishga men hamma chaqiraman. Eng yaxshi, masalan, mana kecha mana akam qiz uzatdilar. Lekin men o'sha akamni to'yida qatnashmayman, yo'lda yuribman, kursdoshlarimni diydorini ko'raydi. Chunki men jiyanimni ko'rib tabriklayman to'y bilan. Familiyaga rahmat. Endi sizdan eshitmoqchiman. Rahmat, bitta qarshi choranglar. Ayol uchun. Men bu javobni sal keyinroq qoldirib qo'ydim, hozir aytayman. Keyinroq qoldirib qo'ysam qanday? Qarang. Ustozni bitta so'zini aytib qolmoqchiman, tamom. Hozirda. Ustozimiz shunday so'z aytgan, yaraqlagan uylaring chang bo'lsa ham siqilma. Ro'zg'oringda bir nima kam bo'lsa ham siqilma. Yo'qchilikdan kunda biri jang bo'lsa ham siqilma. O'g'ling deb o'rga ketar, qizing deb qirga. O'zing boqqanin qolib bolasin ham boqarsan. Qariganda aytsin qay biriga yoqarsan. Po'plama, siylama, hali ko'rasan. O'g'ling deb o'rga ketar, qizing deb qirga. Buni davomini ham aytib beramiz. O'sha mana savolimda davomini ham oxirroqda aytib beraman. Hoji, rahmat sizga. Yashang, sog' bo'ling. Tojikiston Respublikasidan kelgan mehmonimiz, ha? Hech shodi behtar az payvand nest. Hech ne'mat behtar az ne'mat nest. Do'ston ro toj sar kun, dushmanon ro deri po. Assalomu alaykum ahli nishast, hamkursoni aziz. Ma namoyandaho az Jumhuriyat Tojikiston, az diyori Boboy Rudeti, az diyori Iloyi. Barای همین هم اولو برای همین تشکیل
روزگارتون دائما توی تماشا خرسندی شود. همه شما رو من به این جشن مبارکباد میگم و صمیمانه به تاجیکستان آفتابروی مرحمت تکلیف میدم. قدم راه بیایید و شهر ما و دیار ما باز مثال کنیم همکرسای عزیز میشینیم صحبت میکنیم. باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. مرحمت به تاجیکستان آفتابروی. Assalomu alaykum aziz hamkurshlarim. Mana Tojikistonlik hamkurslarimizni davomi sifatida men Tojikiston Respublikasining So'x viloyatidan innovatorisidan gruppamiz bilan birga o'qigan mana Qoraqalpoqdan qizlariga nima Urazgul dugonam qizlar Qirg'izistondan kelisholmadi. Mana o'rtoqlarimiz hamkurslarimiz kelisholmadi. Hammangizga sog' salomatlik, tinchlik, omonlik. Allohim hammamizga yana yil mana shu paytlargacha chiroyli umr bersin, chiroyli sabr bersin. O'tganlarimizni hammasini ruhlari shod, maqolari obod qilsin. Men har doimgidek chiroyli she'r yozib kelganman. Ijozatlaring bilan o'qimoqchiman. Go'zal davralarda yuraman doim. Qarindosh, ulug'lar, do'stlar muloyim. To'y hasham, ma'raka, oshna, og'ayning, lek ham ko'p do'stlarim davrasi boshqa. Ko'rdim insonlarning har xil turini, yaxshi, yomonni, johil, bo'rini, har xil millatini, rus, uyg'urini, lek topmadim hamkurslardan zo'rini. Bir yilda bir bora diydorlashsak-da, Telegram guruhda salomlashsak-da, har kuni bir bora suhbatlashsak-da, lek diydor ko'rishning nashqasi boshqa. Bu yil bizni kutar bu azim Surxon, bo'lamiz bu yurtga 3-4 kun mehmon, do'stlar diydoridan shodlansin jahon, hamkurslar uchrashuvi baribir boshqa. Umr sarhadlari o'tib bormoqda, bizga degan kunlar bitib bormoqda, Alloh taqdirimiz bitib bormoqda. Bir yilda bir bora uchrashmoq boshqa. Kimlardir oxirat eshigini tutdi, hayot safinasiga xotima bitdi, farzandu do'stlarni tashladi ketdi, biz ham g'animatmiz uchrashmoq boshqa. O'tgan do'stlar uchun duo qilaylik, dunyoga mehmonmiz buni bilaylik, ham do'stlar uchun umr so'raylik, vaqtimiz borida uchrashmoq boshqa. Surxon farzandlari bugun mezbondir, ham tanti bag'ri keng, qalbi osmondir, do'stlar uchun ular uchun jonu jahondir, Surxon diyorida uchrashmoq boshqa. Allohim ularga bersin omonlik, ko'rmasin hech qachon qayg'u yomonlik, sambiy farzandlari so'rar shodonlik, sizlarni ko'rmoqning o'zi bir boshqa. Bir yilda bir bora kelaveraylik, do'stlar diydorini ko'raveraylik, bir-birimizdan hol so'raveraylik, do'stlarim sizlarni ko'rmoq bir boshqa. Yuzma-yuz gaplashib turmoq bir boshqa, hamkurslar sizlarni ko'rmoq bir boshqa. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Sog'likda, salomatlikda yana keyin ko'rishguncha hammalaring bilan. Mana bu chiroyli she'rlar yozib keldilar. Bismillahirrohmanirrohim. Suhbati solih, turo solih, nat. Suhbati solih, turo solih, nat. Ey birodar, dur bosh az yoribat, yoribat, battar bat, az moribat. Allohdan so'raymiz. Bu dunyoda ham, bu dunyoda ham yaxshi qadrlarni
bo'lsa, sizga katta rahmat. Qoraqalpog'iston Qoraqalpoqcha bo'ladi albatta. O'g'il xonim Qoraqalpoqchaga tayyorlanasiz hozir. Endi nima deymiz hozir? Bitta narsa aytmoqchiman. Yo, so'z berishimiz shart lekin Qozog'istondan ketdi, Qozog'istondan kursdoshlaringiz. Ha? Kim man ani qilmadi? Qozog'istondan bitta opamiz kelgan ekan. O'shani taklif qilamiz deyishyapti. To'g'rimi? Hoji ay to'g'rimi? Nima deyishdi-yu? Xullas, hamma kursdoshlar bitta taklif bo'lyapti hozir hammalaringizga, hurmatli erkaklar, ayollar hammasiga ikki tomonlama sizlarning shartnomalarini imzolamoqchi bo'lyapmiz. Bittasi turistik sayohat bo'yicha Sangardak, ikkinchisi To'palang suv omboriga. Kim qanaqa mavzuni tanlasa, ikki tomonlama o'sha haligi bo'ladi. To'palang suv ombori bizda bilasizlar, dengiz sahilidan 4447 metr balandlikda joylashgan joy, tog'ning ichida. U yerga borsalar ham bo'ladi, lekin Sangardak sharsharasi juda ham ajoyib joy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kursdoshlarim, azizlarim, dugonalarim, aka-ukalarim. Qozog'istondan sizlarga alangan salom. Mana 1974-yili Toshkent institutidagi pediatriya fakultetida ajralib, alohida institut bo'lib chiqdi. Bizlar 76-yil ikkinchi kurs bo'lib, shu institutlarga tushib 82-yil bitirdik. Xudoga shukr, mana ikkinchi yili biz sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Hammanglarga rahmat. Men shu kechlarga o'tirishlarni kutgan
kattakon rahmat sizlarga shepsizlar deymiz. Ana endi O'g'lay xonim, ana endi o'sha qoraqalpoqcha, qozoqcha bugun bunaqa natsionalni Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilar, anjuman qatnashchilari, kursdoshlarim, hammalarga xush kelibsizlar. Ko'z ochib yumguncha mana hammalar ko'rganimdan xursandman. Hammalarni har yili uchrashib, Solih Ommaliklar hammalar bilan ko'rishib hech qachon yo'lda anaqa yerinib, yo'lni olib temasdan bo'lmaydi. O'zingiz tanishtiring deyishdi. Men Feruzaman. Kimman tanimayman. Akiyuz domla qizlarman. O'shanga qo'yganlar gapiringni yoshlar. Duolaringni adamlarni eslab turinglar. Hammaga yaxshi ko'rgan domlalarni qizlarman. Har doim men bilaman, qo'rqmasdan shu odamni qizman. Ildaman bilaman, hammaga yaxshilik tilayman. Hammaga qo'llaridan yordamlardan emaslik. Albatta kim bilandir uchrashib qolsam doim deyman, mana shunga yaxshilik o'rnida hamma odamlar eslaydi. Hammaga rahmat, tashakkur. Insonlar bilan birga o'qiganimga hammaga rahmat, tashakkur. Yerga yaxshiliklar bilan uchrashing. rahmat Sobirga. Diqqatli e'lon deydi-ku, bitta qiz yo'qolgan ekan, yo'qolgan qiz ham topilibdi deydi. Sobirlar. Ana endi bitta e'lon bor ekan. E'londa mana shu tashkilotchilar aytadi, Chor akam, Ibrohim akam aytadilar hozir. Qolganda Viberda, ya'ni nagida o'zlaring tanlaysizlar. Men aytib o'tdim Chor aka. Ikkita tanlovda aytdi. Bittasi kerak bo'lsa men hisobimdan to'pladim suv boriga. Ikkinchisi Chor akam bilan meni ikkalasini hisobida Sangarda ekan. Xohlaganlaring tanlaysiz. Mayli, o'sha respublikani uzoq joydan kelgan mehmonlarni Abdullajonga aytamiz, to'playni suv bori 47 kilometr boshidan oxirigacha katerda bemalol uchib tushirib keladi. Mani fikrim shu lotkada, katerda, lotkada. Mana Viberda o'zlaring tanlaysizlar-da, mana ikkita tashkilotchi qolgan aytib o'tadilar. Avvalambor qarsak cholasizlarmi bularga? Assalomu alaykum aziz kursdoshlarim. Uzoq mamlakatlardan romanlar oshib, boshqa respublikalardan bormay bizni hurmat qilib, Termiziy, Muso Termiziy mamlakatiga biz uchun, bizni hurmat qilib kelganlaring uchun, shuncha xarajatlar tortib charchab kelganlaring uchun, bizni hurmat qilganlaring uchun kattadan katta rahmat. Endi aziz do'stlar, sağgana bizda hijolatchilik bir texnik sabablarga ko'ra ozroqgina boshida bo'ldi. Uning uchun biz uzr so'raymiz sizlardan. Shu hammasi endi nasib bo'lsa joyida bo'ladi. Endi programmamizda shunday bir programmamiz bor. Aslida biz ertaga soat 6lar chamasida mana shu restoranning oldida biz avtobus tashkil qilamiz. Va qanchadir yengil mashinalar bor. Bizning maqsadimiz sizlarni Sangarda sharshalasiga borib bir tomosha qildirib, soat 11da biz sizlarga bitta choy non qilib, tomosha qildirib, poyezd vaqti soati kechqurun 4da, shu soati 4da yana sizlarda shu poyezd vokzallariga hammalarimizni joy-joylarimizga yetkazib qo'yamiz degan niyatimiz bor. Agar yana ikkinchi programma kimki bugun
bugun oqshomdan borib Sangarqatda yotib, ertaga boshqalarimiz ham ertaga boramiz. Bunaqa qilib yoki bu suvarmarkatda tomosha qilayotganlar bo'lsa ham marhamat, ularga ham qanchalik bo'lsa sharoit yaratishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Uzoqlardan kelgan mehmonlarimiz, kursdoshlarimiz, olimlar, million katta rahmat shu kelganlaringizga. Bizlarni hurmat qilyapsizlar. Buning uchun biz rahmat aytamiz hammalaringizga. Keyin mana Ibrohim aka aytgandek, endi ikkita joyga sayohat qilishimiz mumkin. Bittasi To'paranga, bittasi Sangarqatga. Agar kim xohlovchilar bo'lsa, bugun borsa ham bo'laveradi. Yo'q desangiz, ertaga hammamiz yig'ilib avtobus bilan ertalab boramiz, kechgacha aylanib, yana kechqurun qaytamiz. Hammasi o'zimiz avtobus aytib, o'zimiz borib, o'zimiz olib kelamiz. Yana ayrimlar shoshayotgan bo'lsa, bugun borsa ham bo'ladi. Endi bugun biz avtobus aytmaganmiz, ertaga aytamiz. Hammasi o'zimiz borib, o'zimiz olib kelamiz. Hech qanday intilamish bo'lmasin, hamma xarajatlari o'sha to'lab qo'yilgan. Bu yoqda sahobatlar, habib omonlari hammasi aytilgan. Ular hammasi qo'yadi, sizlardan hech qanday boshqa gap so'z bo'lmaydi. Texnika bo'yicha, boshqa bo'yicha hech qanaqa gap so'z muammo bo'lmaydi. Sizlar o'zimiz olib boramiz, tomosha qildiramiz, bitta kuchli qilamizda kechqurunga kelib sizlarni poyga chiqarib qo'yamiz. Boshqa savol javob bo'lmasa marhamat bo'lamiz. Sabırıyla, aman bo'linglar. Hammaga rahmat. Mana e'lonlarda eshitilaring, turistik sayohat, o'sha To'palang, Sangardak mavzelariga sayohat uyushtiriladigan bo'ldi. Keyin bitta bizdan bo'ladigan e'lonni aytib qo'yaylik. Fleshka variantini oladiganlar bo'lsa, video kamerachimizda fleshka variantiga doim tayyor. Montaj ustasi bugun Jasurbek chiroyli qilib bugun sizlarga fotosiyomka olyapti. Jamiki o'zini hamma haligisini mahoratini to'kib sizlarga fleshka variantini qilib beraman degan. Demak, fleshka variantini oladiganlar yoki boshqa variant oladiganlar Jasurbekka uchrashishlari mumkin. To'g'ridan to'g'ri. Hech qanaqangi o'rtada siz deydi-ku, nima deydi? Dallolsiz uchrashishlari mumkin. Fleshka variantini olasizlar, disk variantini olasizlar, hammasini qilib beraman. O'rtoqlar, yana bitta taklif. Hozir mana kursdoshlarimizdan 200 tadan ziyod kursdoshlarimiz bu dunyoni tark etishgan. Hozir mana hammamiz yig'ilgan paytimizdan foydalanib, o'rtoqlar bir oz o'tirib turishingizni iltimos qilaman. Hozir biz so'zni kursdoshimizga Azamatga beramiz. Azamat hozir bizga chiroyli qilib tilovat qilib beradilar. Endi sizlardan 1 minut, 5 minutgina vaqtlarimizni olamiz. Hamma dim, tinchlik bilan o'rtoqlar. Tinchlik saqlansin. Aziz do'stlar, 1 minutga tinchlik saqlansin. Hozir mana Azamatjon do'stimiz, To'lqinboy do'stimiz mana ba'zi oramizdan o'tgan ba'zi do'stlarimizni xotirlab, ularning nomiga bitta Qur'on tilovat qiladilar. Hammalarimiz eshitib, 1 minutgina o'rtoqlar, shu do'stlarimizni o'tib ketgan do'stlarimizning hurmatiga bir 5 minutgina sizlardan iltimos tinchlikka ado qilamiz. Mana Azamatjon Shukurovich, mana To'lqinjon, ular bitta tilovat qilib, bitta duo qilishadilar. To'lqinbek dasturxonga tilovat qiling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazina atamana va sakana ja'alna minal muslimin yedirib, ichirib, to'g'irib, musulmon qilib yaratgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz durust salovat bo'lsin. Pok Parvardigor mana shunday niyat bilan she'rga kelgan ekanmiz. Sog' salomat, yana sog' salomat bo'lishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Hammani xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin, hech qachon yomonlik bo'lmasin. Tan joylari sog' qilib, o'ynab kelib, yana safarlarimiz bexatar bo'lib, uylarga sog' salomat aylaymiz. Akamiz bitta tilovat qiladi, duo qilib
nasip etsa dasturga voqelik o'shasini ham baqiramiz. Marhamat. Hurmatli aziz do'stlar, yurtdoshlarimiz, shu o'tgandan durumlarga duo qilamiz. Qo'limizdan kelgancha inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq va min sharri ghasiqin idha waqab va min sharri naffasati fil 'uqad va min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohi omin. Shu Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan savobni jami etgan azizlar, payg'ambarlar, xususan ikki dunyo sanari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana al-Termiziy bobolarimiz yurtlarimiz, Termiziy bobolarimiz yurtlariga biz Pok Parvardigor jami etgan avliyo, anbiyolarning ruhoniyatlariga bag'ishlangan shu mazmunlardir. Va o'tganlarning mana shu yerda omad deb o'tganlardan dunyoga kelishga sababchi bo'lgan ota-onalarimiz, eri-qish, yori, ahlibolarning ruhoniyatlariga bag'ishlaymiz. Mana biz yana shuncha o'qitib, shu darajaga yetgan jami ustozlarning ruhoniyatlariga kelamiz deb o'tib ketganlarning jamiki kursdoshlarining ruhoniyatlariga bag'ishlaymiz. Pok Parvardigor o'tganlarni g'ayrat rahmat shoyi sayyadan yo'llarni pul oxiratlarni obod qilgan. Qolganlarga uzoq umr tanish qatli qilgan, doim sog'lik sog'laveri, avera changarlarning huzurlarini ko'rish hammamizga nasib etsin. Pok Parvardigordan so'raymiz, mana kelasi yil Xudo xolasa mana shu yurtda yana qaytib uchrashib, to'rt ko'z va sog' salomat o'tishini nasib etsin. Alloh yor parlamadodkor bo'lsin, yo'llarimiz oq bo'lsin, doim topgan keladigan shukriga ketib, o'ynab ko'rib yana kelasi shukriga yetishni nasib etsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan wa qina azobannar. Allohu akbar. O'tirishimiz davom etaveradi. Xush kelibsizlar. Rahmat, xalosi yolchilar qildik. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Sog' salomat, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammamiz tilaklarimiz shu Xudo xolasa. Inshaalloh keyingi yillarda ham ko'p yillar birga uchrashishimizni Allohim nasib aylasin. Safarlaringiz hammangizga bexatar bo'lsin. Sog' salomat, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
Sizga yana bir bor rahmat aytaman. Bülbülni ovozi shunchalik shirin bo'lgan bilan, yoqimli bo'lgan bilan deydi. Bir rivoyat bor deydi bu yerda. Dehqonni o'sha tuzog'iga tushib qolganini bilmas ekanda. Dehqonga savol bergan ekan, bu tuzog'iga qanday endi dehqon aytibdi, unda seni ovozingni, ko'zingni o'tkirligini ko'rib, mana shu yer tagidagi oltinni ko'rgansan-ku, lekin mana qo'poldan qo'pol tuzog'iga qanday tushgansan desa, Bülbül aytgan ekan, shakkoqlik qilma inson, bu meni taqdirimda bor dedi. İnsonning taqdiriga nima bitilgan bo'lsa, o'shani ko'radi. Bugun hammalaringiz mana shu respublikani, O'zbekistonni turli go'shalaridan kelib, vodiydan, vohadan chiroyli mehmon bo'lib, diydor faqat dasturxon uchun bo'lmasi kerak. Diydor ko'ngilni eng vayron qalblarini yaxshilaydigan, ha doktor. Vayron qalblarini ustoz, yaralangan dillarni tuzatadigan diydor bo'lish kerak. Bu meni fikrim. Ustozoda odamlar aytadi, insonni tug'ilmog'i bilan o'lmog'ining orasidagi farq bitta narsa bo'lar ekan. Bu insonni yaxshiligi-yu, savobi-yu diydor. O'sha diydorni bugun g'animat qilib sarf kelgan insonlar sizlarga Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin deydi. Xudoyim Parvardigor yaxshilik bilan xonadonlaringga qadam qo'yib, farzandlaringni diydoriga to'yib, nafas olishini nasib etsin deydi. Bitta narsa borki, men ayamiz qanday ayamizga aytdim, yurak nimani sog'inadi oxirida. Men oxirroqda aytaman dedim. Bu to'g'rimi yo'qmi bilmayman. Lekin aytmoqchiman shuni. Endi seni unutajakman. Yıldızlarına dost tutacaklar. Maskanları oliy samovat, yükseklikte yoktur hıyanet. Va'da eylab shom manbariga, qo'shilaman davralariga. Sirlarimdan so'ylab beraman, ish g'amimdan kuylab beraman. Deyman vafo qilmadi uliyor, ahvolimdan kulmoqda ag'yor. Ovtinglar beringlar taskin, bu dunyoda men bo'ldim miskin. Shunda birdan yarq etib cho'lpon, ko'zlaringni eslatar shu on. So'ng bir meni tashlab ketarlar, ish g'amiga boshlab ketarlar. Barini bekorga suydim, yurakdan ham sovdim, kuydim. Do'st emasga hanuz intiqdir, demak bir kun yurakning ham do'stiga yo'qdir. Men do'st to'g'risida birinchi savolni berganim o'sha edi. Yurak do'st bo'lganda to'xtab qolmasdan, doktor. To'g'rimi ustoz? Demak bir kun yurakning ham do'stiga yo'qdir dedi. O'sha yurak bizga uzoq yillar do'stlik qilsin. Qarsak bo'lsa-da, akamiz qarsak so'rayapti. Yuraklarimizni butun qiladigan insonlar sizlar. Qalbimizni, fikrini charxlatadigan, shoirini, qalamini o'tkir qiladigan sizlar. Ustozlar boshimiz yerga tegguncha sizlarga ta'zimdamiz. Lekin onalarni ko'rib men bugun xursand bo'ldim, onalar. Bitta narsani mana akalarimizda edi, eshitib qo'ysa, uzr sizlardan. Sizlar onalarga nisbatan qarab qolibsizlar.
Mana shu onalarda hech qachon 60 dan oshgan deb o'ylayman. Hammalarining 60 dan oshgan bo'lsalar kerak. Ha? 70. Men o'ylamadim. Meni o'zim hozir 70 ga kirganga o'xshab qolyapman-da. O'sha duolaringiz ijobatida yerda ustida yuraylik. Allohga iymon keltiraylik bugun. Qadamlaringiz qutlug' kelib, hasanat bo'lib, bizni ham qalbimizga, bizni ham yurgan yo'limizda sizlarning yo'llaringizni bersin. Ilohim hech qachon kanda bo'lmaydigan bitta duo. Onalarning duosi, bolam Makkaga iymon bo'lgin deb so'kar ekan. Eng bir onalarimizdan biri. Bolasini Makkaga iymon bo'lgin deb so'kar ekan. Ana shunaqa so'kingizlar bizlarga. Nasib qilsa, bizdan ato qilmagan bo'lsa, nabira chevaralarimizdan ato qilsin. Ilohim umrlarda ziyoda yashab, xalqni oldida yuzi yorug' bo'lgan insonlar bilasizlar. Xalqni oldida yuzlari yorug'. Doktor kelyapti, doktorni o'tkazinglar. Mana muhtaram prezidentimiz yaqindagi selektorda, to'g'rimi? Har bitta o'sha poliklinika xodimi yo boshqasiga alohida oyliklarni belgiladi, lekin bu bekorga emas. Sizlarda mana akamiz bor ekan, ustoz, professor bo'lgan, fan nomzodlari o'tiribdi bu yerda, lekin Turkmanistondan ham mehmon kelgan ekan. Turkmanistondan sizlarga kursdoshlaring kelgan ekan. Va ismini bilmayman, lekin qayda Turkmanistonliklar bir kelsin. Turkman bavurlarim u qozoqlarga aytiladi, Turkman. Kesin Turkmanistonliklar kelsin. Bitta qarshi choranglar. Turkmanistondan sizlarni izlab ketdi. Qoyilman. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz kechmasa? Mayli keting. Bargiling. Assalomu alaykum aziz kursdoshlarimiz. Bugun 976-yilda 80-yilga cho'qqandik. Они все родные. Men только bir o'zim 50 ovqatlik bir o'zim mening qat'iy durur. Yana bizda постоянно. Shuning uchun ham gelaman, ular ko'raman. Bitta ko'rishcha qilamiz. Всем здоровья, sog'lik tilayman. Har yil shunday ko'rishmak bizga nasib etsin, Xudojonim. Hammangizlarga ham. O'zbekiston Assalomu alaykum. Qadrli do'stlarim, kursdoshlarim, opajonlarim, singiljonlarim, hammalaringizni mana bugungi chiroyli kunimiz bilan qutlayman. Hammalaringizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinch totuvlik tilayman. Doimo yuzlaringda mana shunday quvonch, xursandchilik tark etmasin. Oilalaring bilan tinch bo'ylar, nevaralarni rohatini ko'rib yurishlik nasib qilsin Allohim. Hammani maqsadi bitta, insonning salomatligini saqlash, insonlarni umrini uzaytirish. Mana shu kechagi prezidentimizni tavsiyalari bo'yicha hammalaringga kuch-quvvat, sihat, salomatlik tilayman. Faqat chiroyli kunlarda bir-birimiz bilan ko'rishlik nasib qilsin. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Butun farg'onaliklar nomidan barchalaringizni yana bir bor qutlayman. Sog' bo'ylar. Ayet o'tirtirasizda bir narsa aytmoqchiman, deymi? Bak erkaklar o'tiribdi-da, bir hazillashaylik, ustoz, Namanganlik ustoz. Bu ayollar jamoasi men tomon deb hisoblaydi, erkaklar jamoasi Shifo aka bilan Ibrohim aka deb hisoblaydi. To'g'rimi? Erni urug'i, xotinni urug'i degan gap bor-da. Mana sizlar 65-70 yillarga agar yolg'on bo'lsa, men gapirmayman.
Men bu narsani yozganman-da, o'sha qisqa so'zim aytay. Katta uy ham qor bo'lib ketar. Xotin rangi qor bo'lib ketar. Yaqinlashib bo'lmas bozorga. Go'shmaydi bugun qozonga. Choy qilinar kechagi shanba, kelsa ham ki jonajon amba. Quyosh botib nega bo'lmas kech, gap ham gapga qovushmaydi hech. Bugun biling topilmas hech narsani yo'rig'i, mehmon bo'lib kelishgan bugun erda urug'i deydi. To'g'rimi? Xotin urug'i bor. Kim bozorga chopgan-u, kim uydadir ovora, suyaksiz go'sht olinar qassobga yolvora. Choy qilinar ustma-ust ko'rpacha qavat-qavat, dasturxondan joy olar shirinlik asal navo. Bugun biling topilar har narsani yo'rig'i, mehmon bo'lib kelishgan xotinimni urug'i deydi. Yolg'on bo'lsa qarshi chopasiz. Sog' bo'linglar, ayollarga rahmat. Omon bo'linglar. Endi azizlar, hammalaringga bugun rahmat aytamiz. O'g'li xonim bilan qo'limizdan kelgancha xizmatlaringni qilishga, agar o'sha xizmatimiz yoqqan bo'lsa sizlarga rahmat aytamiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Hurmatli onaxonlar, bizning xizmatlarimiz nasib bo'lsa hali davom etadi. Biz endi yana sizlarga o'xshagan bir xizmatga borishga hozir nozir bo'lib turibmiz. Xudo xohlasa, Alloh uchrashtirsa, nasib bo'lsa, yana ko'rishaylik, diydor onlari hech qachon tark etmasin. Otaxonlar, onaxonlar duo qilinglar. Yoshlarimizni yo'llari yorug' bo'lsin. Yurtimizni farovonlikka boshlaydigan o'sha yoshlar, farzandlarimizni rohatini ko'rish hammamizga nasib ro'z aylasin. Hech qachon umidni so'ndirmaylik. Azobli olamni, ajoyib dunyosida yashash sizu bizga nasib qilibdi. O'sha nasib hech qachon tark etmasin. Ustozlar, sizlardan o'tib yana bir bor aytaman, uzr so'rayman, gapirishim noo'rin. Lekin Alloh bergan umrda chiroyli yashash hammamizga nasib ro'z aylasin. Qadamlaringizga hasanot. Onalarda bitta narsani aytmoqchiman. Judoliklar dunyoda bosh uzraning havodir. Sevtaklikka bog'larda shivirlaydi xavotir. Ko'rkam nihol erta kun kimlargadir asodir. O'zing tingla kun chog'i taralgan olamni. Panohingga ol Xudoyim, yolg'iz otam bilan onamni. Aning umri rohida havaslari kul bo'ldi. Mening dunyo bog'idan izlaganim gul bo'ldi. İzlaganim o gullar borisi bir pul bo'ldi. Tikonlar qoldi oxir, zirqiratib tanamni. Panohingga ol Xudoyim, yolg'izgina onamni. Dahlizdan ketmayin turgan fasl kuzattirib, shitirlagan har xazon mahsul umrim bizgaydir. Azobini uzaytirding, umrini ham uzaytirib. Ko'rsin yorug' jahonda, ko'rsin yorug' jahonda to'ylarini bolamni. Panohingga ol Xudojon, yolg'iz otam bilan onamni dedi. Onalar sizlarga ta'zim, otalar sizlarga ta'zim qilaman. Sog' bo'linglar. Qani ular bo'lganda men oyoqlariga bosh egib ta'zim qilib tovonlarini o'pardim. Endi afsusimni o'zim bilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha sizlarni doim kutamiz. Surxondaryo, Denov, Sarasiyo, Uzun tumani. Ertaga Alloh nasib qilgan bo'lsa, agar vaqtim bo'lsa, sizlar bilan birgalikda o'sha Sangardakda to'polangda uchrashishga harakat qilaman. Men Chornurovga va'da berdim buni. Harakat qilaman.
taqsim qo'yib berishga harakat qilamiz, lekin vaqtga qarab. Rahmat sizga. O'g'li xonim marhamat, so'nggi qo'shiqlar va diydor g'animat dedi. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sizlarni ko'rganlarimizdan xursandmiz. Yana bir bor bizni Surxondaryomizga, bizni janubimizga xush kelibsizlar. Vodiyliklar, Xorazmliklar, Buxoroliklar, hammalaringni xush ko'rdik. Yaxshilikda yanagi yilda mana Toshkentda bo'ladigan 44 yillik yubileylaringda qatorlaringdan xato bo'lmasdan mana shunaqangi chiroyli o'tirishliklarga Alloh sizlarga nasib qilsin. Hammamizni shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin. Sizlar ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mayli, oxirida ikkita qo'shiq aytib beraman. Muhabbatli sen ko'ngil ardoqim, ishqning ko'chasida qizil yanam, she'r yozay senga xisrat barmam, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat, pinhona bu uchrashuvlar yodimda, baxtdan rosa uyg'ongan yodimda, ammo men qolmading yonimda, olislar
ishlarimizni Allohdan so'raymiz. Xush kelibsizlar, rahmat. Sog' bo'lasizlar.